Aqsubayda yuz bergan ko'mirkonga hujum qilish vaqasiga bugun 20 kun bo'ldi. Vaqa yuz bergandan keyin Xitoy qurolli qismlari boshlagan tog' operatsiyasining natijasi va izlayotgan hujumchilarning oqibati haqida ma'lumot egallash uchun bugun muxbirimiz Bayning Terak bozoridagi navbatchi xodimlarga qaytadan telefon qildi. Bir ko'mirkondagi dori iskloti navbatchi xodimining oshkorlashicha, hujumchilar ta bugungacha, ya'ni izdilayotgan 20 kunigacha tutilmagan. Tikuchar aeroplanlar charlash doirasini tog' bag'ridan yaylaqlargacha va dala etizlargacha kengaytgan. Har qaysi yezlardagi tog' yo'liga pishiq chorvachilar to'planib, operatsiyaga hamkorlashib qilingan. Vaqadan keyin ishdan to'xtatilgan kon quduqlarining hech qaysisi teqicha ish boshlamagan. Maktab qurusini qo'mondonlik markaziga o'tkazib bergan Terak bozorlik boshlang'ich maktab o'quvchilari o'z maktabiga teqicha qayta olmagan. Bu ahvoldan Baydagi Xitoy ko'chmanlarining navbatda texmo vahimaga tushganligi va bu hayvatlik boshlangan charlash operatsiyasining amdi jiddiy va ansizlik ichida davom qilayotganligi ma'lum. Tuanda muxbirimiz Shohrat O'shurning bu vaqtdagi uchurlari diqqatinglarda bo'ladi. Bu qaysi idora bu? Texnikaniki Darkupan. Darkupanning navbatchiligi hozir ham davom qilyapti, to'xtadimi hozir? Darkupan navbatchiligi adam bor. Qoniki abaylik to'g'rilik shu qarovul turyapmiz. Hozir qanday vaziyat? Hozir nima ishlarni qilyapsizlar? Hozir shu bizma shu Darkupan'da aşağı qalğaş, töbeş iştva iştinde qip aşağıniki amallig'ini qo'dab turyapmiz shu. Tog'da yana tekshirishlar davom qilyapti. Ne qilyapti? Aeroplan yana uchyapti, tikishlar aeroplandan charlish yana bormi yo'qmi? Ha, uchyapti, kun necha mal uchib charlab aylanib qo'yadi. Bugunmi uchdimi? Bugunmi bormi? Bugunmi bor aeroplan. Qo'mondonlik markazi qilingan maktablar ishxona orali qanchalik bor? Kilometr kep qaramki. Qo'mondonlik markazida hozirmi shu saqchi mashinalari burunqidagi liq to'liq kirib chiqayotgan odam jiq, ya'ni jiddiychilikmi yoki biroz pasaydimi burunqidan? Saqchi mashinalari ishlagan cho'ng yo'l bor, anda trafik xonga mangdigan. Ajing mangdi olmay kildo ish jiddiy holatda hozir. Chazlar yana joyda bor. Davomli navbat turib o'tir, shundaqmi? Chazina shu. Kecha mukunda 8-10 odam chazni beqib jibartirib qo'yildi. Quduqni ishxonalarda u yerda jibartirib turayotgan binak odam urlashtirgan odam bor. Quduqda ish to'xtatlar, shu hamma odamlardagidek. Ama shu bexatarlik qatnashyapti, charlashga. Tavasini qo'g'dab ko'rishni qo'yildi. Hozir quduq ish to'xtagan quduq silning xangmanmi to'xtadimi yoki faqatlash so'g'annimi? Yo butun xanglanimi? Butun xangda ish to'xtadi asosan. Ya'ni shu terakdagi butun xangda, shundaqmi? Ha. Amda hozir buni ishga qachonlik tushidi ekansizlar? Qachonlik tushganini uqmaymiz biz. Charlash yanimish tog'da markazlashyapti, yaylaqdimi yoki etizliqladimi bormi? Davom qilyapti. Asosan shu yezdin tog' rayoniga jamiyat bor. Hozir o yolg'iz teraklar emas, hozir terak doirasidan kengaydi deysiz, sirtqa qarab. Boshqa izlog'imi? Ha, kengaydi. Masalan, qaysi izlog qarab bo'ladi kengaygan chog'da? Asosan yezildimi, kenet ishxonalar deymiz, aşağıdımı 10-20 yezning ishxona binolari aşağıdımı qo'g'dab o'rlashtirgan ish. Bayni bozorda ko'rik maqsadlashing, tunishtirish, idora jamiyat ishlaganlar biz tog'dan bayga tushib qolsak, biz ishlagan orlig'i bir 45 kilometrcha bayni orlig'ida qolgankin tunishtirishi buningla qiladi tekshirib qolsa yetmezdi. Bozorga chiqib so'tib yine aldığı şemesli obadak hangi tunuşturup bergen tamam dedi. Aşağı yukarı şu tunuşturuşunu fikrip verip ateşleyen çağırdım satılığı kiretik bazarı zorluğumuz yeni çıktık. Karşıyattım kanlı için tekşirip kattık. Tekshirish. Ya'ni shu voqea yuz bergan 18-yillardan ta bugunga qadar, ya'ni 6-oktyabrga qadar vaziyatda jiddiylikda hech qanday pasayish yo'q. Jiddiychilikda. Jiddiychilikda. Aeroplanlar yana uchib turyapti, shundaqmi? Aeroplanlar yana uchib turyapti. Dünyasında uçuran dairesini tağını keng dairede çarlap bo'ldi. Aeroplanning hozir tog'dagi uchishimi burunga qaraganda doirasi kengaydi deysiz, shundaqmi? Burun asosli qaysi doiraga markazlashgan aeroplanning uchishi? Asosan shu qo'mondonlik markaziga maktabga qo'nib qo'yadigan lekin assuğamın kontraktlar yo'llanishni to'g'rilab uçup gittikçe. Hozir şu yo'llanishni yenilikdi hozir doirasi kengayib qo'yilmadi. Unda bütün bay tavasida yolg'iz hozir terak emas, bütün bay tavasiga qarab kengaydi degan gap hamsi bu. Charlash, tekshirish. Gumondorlarning shu vaqa tug'digandan keyingi qashqan nishoni hozir mukinib turishi ehtimol bo'lgan nuqtalar haqida nimalarni bilsiz, nimalarni uqtadi?
o to'g'riliq biz bino qilamiz. O masalan Qarabağ taraf ketgan bo'lishi mumkin, yoki Bulun tarafga qarab mang'an bo'lishi mumkin deydigan, yoki tog'ning tagida bir o'nkir va bu o'nkirning ichida bo'lishi mumkin, yoki cho'qqir bo'lishi mumkin deydigan, bundaq bir sizga husharliqni o'stiradigan bunday ma'lumotlar berilmadi ehtimolliklar haqida. İşlevatlarımızda orada qo'g'dash to'g'riliq buyurtildi, lekin ammo boytavasda asosan yaylaqli yo chorvachilikka chorva qotgan. Chorvalarni qaytirib ekitish ama ciddi holatda tekshirib qilayotgan chog'da chorvachilik bo'lmaydi deb. Yerdan adam o'rlashtirib yaylaqliga gumanjiden yo qurolli saqchisining chiqa askarlar bilan birlashib aşılıq yol başlap degandek. Yezildimi uzun yıl çarvı tağım şirayetini bildiği adamlardan uğurlaştırıp bines kıldı. Gumandarlarning biri şapsi, palaniyada balık bilinipti, palaniyada mükünüpti, ya pistani körükten ötüp kesipti, ya mandaq doqmışda gumanlıq adamlar menipti degan mayli işxonangizdan, idoranızdan, bexatarlik tarmoqlaridan yoki jamiyatdan anglagan gapingiz bormi? Asasen bu vakabış tavrayında boğan için tağdaki işkirlerde qaragaylık adaqyalı cehmişem ve adaqyalı mümkünler tutulamaydigan şey deb başlap oyladık. Silning va xonang boshlig'ida hozir qandaq bir kayfiyatlarda o'zgarish bormi? Silning xonangi boshliqlarida jiddiylashish yoki bizim xon kaslar işte işlemler onu tutamaptı. Her kadar dikkat qilsam olmaydi. To'g'ri quturdi shu. Ya'ni xonang boshlig'i sizga ular tutilmabdi. Shunga dikkat qilinglar degan kuni qaysi kun? Qancha kun bo'ldi shunga? Tunugin. Tunugin degani. Ma'qulsa? Ma'qul. Salomat bo'ling. Xo'sh. Kanalimizga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berilishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar oturup çıksa, amanından Allah razı olsun.